Bitta muammo bor. Ingliz tili kurslarimga qabulni ochdim. Endi shuni qiziqarliroq qilib e'lon qilishim kerak. Bir o'yladim, basseyndan shartda otilib chiqib, ingliz tili kurslariga qabul ochildi, dadang desammikin? Menga bitta basseyn kerak. Erimga basseynga olib boring, kurslarimga qabul ochganimni e'lon qilishim kerak desam, suzish kursi ochyapsanmi deydi. Yo'q dedim-u, o'ylab qoldim. Nega sensiryapti meni? Sizlab gapirgani uchun doim sizlaydi deb tekkandim. Doim sizlab gapiring meni. Sensirasiz men ham sensirayman deb aytishim kerak. Buning uchun dux kerak. Dux uchun tabiiyki pul kerak. Pul uchun kursga qabulni ochishim kerak. Qabulni ochganman, faqat e'lon qilish qoldi. Bilaman, qancha pul topsam ham erim bilan urushganda ichimda gapira olaman faqat. Kecha bitta qiz menga profilingiz biram yoqimli, ko'pchilikka o'xshab erim gul olib keldi, sovg'a olib keldi deb har kuni maqtanmaysiz deydi. Yaxshi qiz maqtanishim uchun u rostdan ham olib kelish kerakmi? Yiliga faqat 3 marta sovg'a olaman. Yangi yil, tug'ilgan kunim va 8-marta. Kerak bo'lgan eng qimmat narsalarni o'sha 3 ta bayramga to'g'irlab o'tiraman. Sababsiz sovg'a yoki gul olib kelsa, erim kambag'al bo'lib qolishi mumkin. Uni buni qo'ying, qabul ochganim haqida qanday e'lon bersam bo'ladi? Profil shapkasidagi botda havola bor deb qiziq video olishim kerak. 1 yildan beri reels qo'yib, nahot original g'oya o'ylay olmasam, topaman, ko'rasiz. Ertaga original formatda qabul ochganimni e'lon qilaman. O'tkazib yubormaslik uchun esa bugun obuna bo'ling.